O'g'il bolalarni yaxshi tarbiyalab chiqqan ota-onalarning asosan mushu 6 ishni to'g'ri qilganligini bayqaymiz. Tövende buni ko'pchilikdan o'rtoqlashib o'tamiz. Qani sizmi saqlab oling. Birinchidan, o'g'il bola erlar bilan ko'proq birga bo'lish kerak. Dada bo'lg'uchining o'g'il bola bilan birga bo'ladigan vaqti oz bo'lsa, bundaq o'g'il bolada jasorat va qaysarlik oz bo'ladi. Bu nuqtani ona bo'lg'uchi to'liqlab bo'lmaydi. Onaning o'g'il bolaga beradigan mehr-muhabbat, dadaning beradigan bo'lsa, to'g'ri yo'nalish va ishonch. İkincisi, o'g'il bolani ko'proq ish qilib turish kerak. Bek e'tiborlab ketgan o'g'il bola erkak oqlanchi bo'lib qoladi. Ishlatib ko'ndirgan o'g'il bola erkak bo'lib yetishib chiqadi. O'g'il bola bo'libmi uydagi eg'ir, mehnat ishlarni qancha ko'p qilib bersa, mas'uliyat tuyg'usi kuchli, jigarlik odam bo'ladi. Uchinchisi, o'g'il bolaning raqobat tunishini yetildirib, tanarkat turlariga qatnashtirish kerak. Musobaqa jarayonida o'g'il bola yangish uchun to'xtamay tirishish kerakligini, tirishmasa hech qanday natijaga erishgili bo'lmaydiganligini, eng muhimi raqobat jarayonida hujum qilish, mudofaa ko'rish, belgilangan rioya qilishni tushunadi. Shuning bilan asta-asta aql, farosat va jasorat yetiladi. To'rtinchisi, o'g'il bolani bak qanoatchan qilib tarbiyalashingiz kerak. Turmush jihatda jiddiy ehtiyojli narsadan boshqa narsani etmamaslik kerak. O'g'il bolaning orzusi bo'lishi kerak. Qarab baqsaq, nurg'un o'g'il bolalar yoshlik mezgilga qadam qo'ygandan keyin biror qiziqishi bo'lmasligi sababidan tayyorga hayyor bo'lib qoladi. Bundaq orzu, g'oyasi yo'q bo'lib qolishnimi ota-onasi hammani tayyorlab berib keltirib chiqargan. Beshinchisi, o'g'il bolaga bir ishning boshlamchisi, yetakchisi bo'lishni odat qildirib tarbiyalash kerak. Bir to'p bolalar bilan birga bo'lganda o'g'il bola cho'qim boshlamchi bo'lishga jur'at qilishi, boshlamchi bo'lishga ishonchi bo'lishi kerak. Boshlamchi bo'lganda aql farosati, ifodalash iqtidori va boshqarish qobiliyati o'sadi. Oltinchisi, o'g'il bola do'troq bo'lsin bo'ladi, lekin qat'iy o'rin bo'lib qolsa bo'lmaydi. O'rin odamning qo'lidan hech qanday ish kelmaydi. Yana kelib oilasiga besim yetib keladi. O'g'il bola beshidan kechirgan o'ngsizlik va jafo mushaqqat qancha ko'p bo'lsa, shuncha pishib ketadi. Esingizda bo'lsin, o'g'il bolaning qobiliyati majburlash asosida vujudga keladi.抖音